SMM ve şahsi brend boyunca kurs açacaksınız. Bundan maksat pul mu? Yo'q. Maqsadim pul bo'lganda men chiqib turgan proyektlar bilan, ishlashib turgan proyektlarim bilan yuraverardim. Pulim o'zimga yetadi. Lekin shu SMM shaxsiy brend haqida men video chiqarsam, sразу menga 2-3 proyekt chiqadi, lekin men uni olib bilinmayman. Bundan kelib chiqadiki, bozorda mutaxassis yetishmaydi. Topovoy ekspertlar, SMM menejer, content makerlar hammasi zannet, mobil guruh, video guruhlar hammasi zannet proyekt olmaydi ular. Biz olmaymiz proyekt. Chunki ulgurmaymiz. Tabiiyki ekspert yetishtirib chiqarish kerak. O'zim meni asl maqsadim, missiyam ham odamlarga o'zimni bilimimni o'rgatish. Men YouTube'ni shuning uchun boshlaganman, Instagram'ni shuning uchun boshlaganman. Ya'ni asosiy vazifamni endi boshlayman, ya'ni odamlarga bilim ulashish. Ishonasizmi yo'qmi? Hamma SMM menejerlar bir-birine telefon urib yozadi. Proyekt kerakmi? Menda proyekt bor, olasanmi? Yo'q. Chunki proyekt dim ko'p. Mutaxassis yetishmaydi bozorda. Shu mutaxassisni yetishtirish maqsadida insonlarga pul topishni o'rgatish, shu meni missiyam deb bilaman. Shu narsani men o'rgatacakman inshaalloh yanvar oyida. Shu sababli men kurs ochdim. Maksat bilim ulashish bo'lsa, nima uchun kursiz pulli? Bepul narsani qadri bo'lmaydi. Qachonki odam pul to'lasa, shundog'ina kunt bilan berilib o'qiydi. Va bu narsani dim ko'p sinag'an.